qiyomat kunida ayrim kishilarni olib kelishadi deydilar payg'ambar alayhissalom. Ularni Tuhoma tog'icha keladigan yaxshiliklari bo'ladi. Tuhoma tog'i boshlanishda farazan ko'ring, Shahmardonga kiraverishdagi o'ng tomondagi keladigan tog'chalik tog'. Payg'ambar alayhissalom aytadilar, qiyomat kuni kishini olib kelishadi. Uni savobi Tuhoma tog'ichalik bo'ladi, katta bo'ladi. Ular keltirilgach, Alloh ularning yaxshiliklarini to'zg'igan g'uborga aylantirib qo'yadi, yo'q qilib qo'yadi. O'zlari esa do'zaxga uloqtiriladi dedilar. Shunda yo Rasululloh, bunday bo'lishini boyisi nimadir deb so'rashdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ular namoz o'qir, roza tutar, haj qilar, biron bir harom narsaga duch kelib qolsalar, uni shundoq ovolishaverardi. Shu bois Alloh ularning amallarini yo'qqa chiqarib qo'ydi deydi. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadis shariflari borki, banda nimadan luqma yeyishiga e'tibor bermasdan kasb kamolat qiladigan bo'lsa, Alloh ham uni beparvo holatda jahannamga irg'itadi deganlar. Nimadan topayotganiga qaramasa, Alloh ham unga qaramasdan jahannamga irg'itadi. Demak, birodarlar, kasb kamolat qilsak, xonadonlarimizga halol luqma olib kiradigan bo'lsak, hazır bo'laylik, e'tiborli bo'laylikki, bu narsa Alloh bizga buyurgan buyruq va bo'lib ham qiyomat kuni har bir luqmamizdan so'ralishimiz bor.